An'anaga binoan endi yeb ko'raman. Qaynoq. Tovuq bilan qo'ziqorin qudandi bo'lib ketibdi. 30 daqiqada oqsilga boy bo'lgan foydali taom tayyorlaymiz. Ketdik. Qo'ziqorin, shampinyon, tovuq filesi, pomidor va 150-200 gram tvorog solamiz. Ikkita tuxum chaqamiz. Ozgina olivka yog'i ham zarar qilmaydi. Endi tuz va ziravorlarni solib 30 daqiqaga duxovkaga qo'yamiz. Zira qolmabdi. Hammasini aralashtiramiz. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Duxovkaga 20 daqiqaga qo'yamiz. Undan so'ng olib ustiga pishloqni qirg'ichdan chiqarib, yana 10 daqiqada pishirib olamiz va pishloqni eritib olamiz. Endi kutamiz. Pishiga 10 daqiqa qoldi. Pishloqni solib, yana 10 daqiqaga qo'yamiz. Hammasi bo'lib 30 daqiqada pishadi. Dahshat. Buni qaranglar, ovozini eshitinglar. Bas ko'rsataman. Ko'rinishini o'zi ishtahani ochadi-ya. An'anaga binoan endi yeb beraman. Bismillahirrohmanirrohim. Oqsilga boy, gram semirmaysizlar. Faqat go'zallashasizlar. Madaniyatli odamlardek tarelkadan yeb bering. Juda maza, oqsilga boy. Qancha yesangiz ham semirmaysiz va albatta yerliklarga ulashib qo'ying, o'zingiz ham tayyorlab bo'lganingizdan keyin.